Hammaga salom obunachilar o'rtoqlar, sizlar bilan Speed Uz mas Speed mashinik, ya'ni Speed mashga. Bugun biz harbiy hayoti uchun mana shunaqa harbiylar turadigan joy quramiz. Devorni qurib bo'ldik, ko'rishinamki. Bu yerga asfaltga o'xshagan narsa quramiz. Buning uchun bizga rangli bloklar, ya'ni qum bloklari kerak bo'ladi. Qora va oq. Endi biz bu yerga asosiy xonani quramiz, ya'ni tepa ham registratsiya shunaqa qiladigan joyga o'xshaydigan va mana shu yerda kiyimlarni ham almashtiradigan joy qilamiz. Короче, mana bu yerni ham qilib bo'ldim. Polni mana shunaqa qanaqadir blokdan qilamiz va bu yerga biz qurayotgan domga o'xshagan uyimiz bu mana shunaqa harbiylar yashaydigan joy, ya'ni o'rganuvchilar. Va mana ko'rishingiz mumkin, bu yerni ham 3 blokdan qildim. Polni ham mana almasni anaqa bilan kovlab chiqib, mana polni taxtadan qilyapman. Tomini boyagi blokdan qildim. Ancha chiroyliroq bo'ldi. Tepa ber pol tomga o'xshagan joyda, короче, mana bu yerni ham har bitta kabinkasini qurib chiqyapmiz. Bu yerda mana bunaqasini qiyish ancha azob tug'dirdi va mana bu yerni ham tomini qurib bo'ldim. Tomni quryapman. Endi ozgina chetlarni chiroyli qilsa